Chunki duxovkada bonka yordamida mazali go'shtlari xil-xil bo'lib pishib ketgan taom pishirdim. Duxovkada bonka portlamaslik uchun nima qilish kerak? Ramazon challenjimizning 5-kunini videosini oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Xohishga qarab 1 litr, 2 litr yoki 3 litr bonkaga dumba go'sht, piyoz, ozgina tuz, ozgina universal ziravorli, kattaroq to'g'ralgan kartoshka, qizil sabzi, ozgina tuz, ozgina ziravorli. Har qavatiga tuz ziravorli sepish shart. Men yana ham mazaliroq bo'lish uchun bulg'or qalampirlardan ham sovordim. Tabiiyligiga qarab boshqa sabzavotlardan ham bemalol qo'shsanglar bo'ladi. Ishoninglar, juda ham mazali bo'ladi. Bulg'or qalampirining ketidan yana go'sht, ozgina chesnok, piyoz, kartoshka, xohishga qarab pomidorlar solsanglar ham bo'ladi. Ha, aytgancha, men mol go'shtidan foydalandim. Xohishga qarab qo'y go'shtidan foydalansanglar ham juda ham mazali chiqadi. Bu taomga nom qo'yishga ikkilandim. Xohlasanglar bonka sho'rva, xohlasanglar bonkada dimlama. Sizlar qaysi biri to'g'riroq deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yarim piyola suvga ozgina tomatni aralashtirib quyib, ustini folga bilan yopib, vilkada teshib qo'yamiz. Shu joygacha bonka portlamaslik uchun nima qilish kerak ekan deb kutib o'tirdingiz. Birinchidan, bonkani ustini folga bilan emas, qopqoq bilan yopsangiz, aniq portlaydi. Ikkinchidan, muzdek bonkani qizigan duxovkaga solsangiz, aniq portlaydi. Uchinchidan, 190 gradusdan teparoqda pishirsangiz ham aniq portlaydi. Ana endi portlamaslik uchun qizimagan, ya'ni yoqilmagan duxovkaga bonkalarni qo'yib, 180 gradusga tepapasi bilan yoqib, 2,5 soatda pishirib olamiz.